go'sht yeyish, baliq yeyish, tuxum yeyish, jigar yeyish, loviya, no'xat va boshqa kerak bo'lgan oqsil yog', baliqlar, kalla go'shtlari yediring bolangizga, o'rgating bolangizga. Mana shu oqsil yog'da yaxshi bo'lishi o'sha sklera qavatini mustahkam bo'lishiga olib keladi. Sklera bu ko'zda oq qismi. Bu yupqa bo'ladi, shox pardalar yupqa bo'ladi va ko'zda o'sishiga sekin-sekin olib keladi va bemorda minus ko'payib ketaveradi. Keyingisi bu azizlar, bu gadjetlar. Bolalarda minusini o'sishiga asosiy sabab bu gadjetlar. Telefon o'ynaydi, televizor ko'radi, bo'sh bo'ldi, telefonga yopishadi. Bu narsa albatta minusini oshishiga olib keladi va bemor ko'rishi xiralashiga olib keladi. Bu ko'rmang demaymiz. Televizor 1 soat ko'rsating. Qanaqadir ongini rivojlantirish uchun, qanaqadir mashqlar uchun, qanaqadir bir kerakli jihatlarni ishlatsa bo'ladi buni ham, lekin uzoq emas, maksimum 1 soat.